Salam dostlar, yaxshimsizlar? Hammanglar obdan turibsizlarmi? Barchalarning teniga saqliq qilayotgan har bir ishlarga utuq va barakatlarni tilab, bugungi ovozliq sunumni ko'ngil araminglarga sunmoqchiman. Men do'stinglar Yaqubjon. Bugun davomli turda do'stlarimizning diqqatiga psixologiya fanlari doktori, to'y turmushi mutaxassisi Sonjayi apandimning baxtlik to'y turmushi bilimlari nomli 30 soatlik darsining 9-soatlik darsini sunmoqchiman. Yoqtirib anglag'aysizlar. 9-dars ayollar nima uchun oson yig'laydi? Ojiz kishilar ko'z yoshini qoral qilishga odatlangan. To'y, oila, hissiyot qatorliq masalalarda ayollarning ojiz o'rinda turishi munozir talab qilmaydigan paket. Amerikalik danliq to'y turmushi psixologi Jon Geri doktor mundaq degan. Ayollar fiziologiya jihatda g'oyat zo'r farqqa ega bo'lib qolmasdan, psixik jihatdagi farqmi nihoyat zo'r bo'lib, ikki jins munosabatida nihoyat ro'shan ifodalandi. Ya'ni erlar hamisha tashabbuskor bo'lish, hujum qilish, egallab olish, hatto daxli taruz qilishni asosiy aloyidlik qilgan. Ayollar bo'lsa qo'rqinchaqlik qilish, hujum qilishdan qo'rqish va bexatarlikni qo'g'dashni asosiy aloyidlik qilgan. Shunlashqa to'y turmushining hissiyot masalasiga duch kelganda erlar kuchlik bir tarafini ifodalaydi. Hatto qarshi tarafga ziyon yetkazish qilmishi bo'ldi. Ayollar bo'lsa ojiz yoki ziyonkashlikka uchrashi holatini ziyoda ko'p ifodalaydi. Ko'z yoshi bo'lsa ojiz, azobliq, qayg'uliq, ilojsizlikninki tashqi ifodasi xolos. Ayollar nima uchun doim bu xil uslub bilan kuchli erlarga muomala qilishga odatlangan? Bu yerdagi qoida nihoyat oddiy. Ya'ni ziyon zahmatga uchraganda bu ayollarninki birdan-bir ifodalab bera oladigan kayfiyat hisoblanadi. Ularning boshqa amali yo'q. Lekin azroq amal qilib taqabul tursa, ularni hadislar yosh to'kmaydi. Ya'ni bu yerda mundaq bir qonuniyat bor. Ayollarninki jismoniy jihatdagi kuch farqi nihoyat ro'shan bo'lganligi uchun ayollar erlarninki ziyonkashlikka uchrash ahvolini sezgan vaqtda yoki erlarninki zo'rliq kuch ishlatishiga duch kelgan vaqtda yuqori ovozda to'g'lash yoki yig'lash orqali o'zininki qarshiligini ifodalaydi. Hamda ba'zilar ko'z yoshini ayollarning o'zini qo'g'dashdagi quroli deyishadi. Amaliyot undaqmi degil olmaydi. Ayollar bu xil qurol bilan o'zini qo'g'dashni xohlamaydi. Ular ham xohlamaydi, yig'lashni texmi xohlamaydi. Undaqda ayollarninki ko'ngli yerim qilmaydigan zodi qandaq amal bor? Amal bor bo'lishi mumkin. U bo'lsa-mu, erlar amal bor ayollarga ziyonkashlik qilmaslik. Ayoliga bir baxtlik, go'zal oila ato qilish, aldamchilik, ziyonkashlik qilmaydigan to'y turmushdan iborat. Ayollar bularga ega bo'lgandan keyin yana qandaqmi yig'lasin? Yig'lash faqat ayollar ziyonkashlikka uchragan chaqdagi eng oddiy kayfiyatning inkosi xolos. Ya'ni xo'rlik uchragan vaqtda, kamsizlikka duch kelgan vaqtda ayollar ichiga patmagan qayg'u hasratlarini ko'z yoshi orqali sirtqa ifodalashga odatlangan. Bu nihoyat normal ahvol. Agar yig'lashning og'ir bo'lgan kayfiyat inkosi bo'lib, hatto chekidan oshgan harakat ko'rilsa, bu intayin xatarli. Biz bu paragrafda ayollarning ziyonkashlikka uchragandan keyingi ba'zi chekdan oshgan kayfiyat inkosini nuqtaliq muhokama qilamiz. Bu qonuniyatli fikr bo'lib, ko'pchilikning diqqat e'tiborini qo'zg'ishi albatta mumkin. Oldingi bir mezgilda to'rda mundaq bir xabar tarqalgan. Bir qiz do'sti bilan daryo bo'yida sayl qilayotganda, uning burunqi qiz do'sti tuyuqsiz ularninki oldida paydo bo'lgan. 3 odam talash-tortish qilayotganda, burunqi qiz do'sti tuyuqsiz holda daryoga sakrab tushgan. Bu ahvolni ko'rib darhol daryoga sakrab tushib, uni qutqizgan. Erning bu harakati bir tarafdagi qiz do'stininki o'chmanligini qo'zg'adi. Natijada u sakrab tushib, o'g'il do'stininki avval kimni qutqizganligini ko'rib boqmoqchi bo'ldi. Natijada burunqi qiz do'sti suv uzishni biladi. Suvda tunjuqib qolmadi. Hozirgi qiz do'sti bo'lsa, talaysiz bo'lib, u azroqmi suv uzishni bilmaydi ekan. O'g'il do'stimi suv uzishni biladigan odam emas ekan. Har ikkilisi shuning bilan suvda tunjuqib qolgan. Yana bir misol bor. Jinandagi bir qiz o'g'il do'stininki boshqa birsini tepib olishi sababli achchig'ida o'tkir zaharlik dehqonchilik dorisini ichib olgan. Garchi vaqtida bayqilib doktorxonaga opirilgan bo'lsa-mu, lekin yarasi bak ig'ir bo'lg'ashqa oxiri asliga kelanmagan. Ayollarning hissiyotga yoki to'y turmushida uchragan zarbiga asabiy usulda muomala qilish misollarini sanab tugatgil olmaydi. To'y turmushi psixikasida maslahat berish xizmati bilan shug'ullangan 20 necha yildan buyon meni izlab kelib to'y turmushi va oila masalalari to'g'risida maslahat so'raganlarning soni haddi hisobsiz.
Buning ichida 99,99% ayol. Ular meni ko'rgandan keyin asosan avval bir maydon jig'zor qilishdi. Nayt az sondagilar buning sirtida. Ba'zida ularning yo'ldishimi billi keladi. Lekin erlar meni ko'rganda hargiz yosh to'kmaydi. Odatda ayol yig'laydi. Eri bir chetda beshini to'van silib sukut qiladi. Ba'zida nayt o'lchilik qilgandek, amalsiz qilgandek bir ifodalarni ko'rsatdi. Oduqqan ish tamg'i sakrar deganning oqibati. Amaliyotda odatdagi ahvol ostida to'y oila ziddiyatini keltirib chiqaradigan asosli masala bir taraf bo'lsa erlar. Ayol kishiniki mas'uliyati yo'q deyishga bo'lmaydi. Balki ayollarniki mas'uliyati odatda passiv bo'ladi. Erlarniki to'y turmushi ziddiyatini keltirib chiqarishi ko'p sonliqni egallaydi. Lekin to'y turmushi ziddiyatini tashabbuskorlik bilan hal qilmoqchi bo'lganlar intayin oz sonliqni egallaydi. To'y ziddiyati bir qadar ig'ir bo'lganda ayollar passiv holatga tushib qilib, masalalarni hal qilishniki chorasini aktivlik bilan izlashga boshlaydi. Erlar bo'lsa ko'pincha ayollarniki bu harakatidan bezor bo'lib, o'zingiz hal qiling, ish qilib men masala bor deb qaramayman deydi. Erininki moslashishiga erishamaslik ayollarni hammadan bak azoblaydi. Shunlashqa bu chog'dagi ayollar o'zininki xarakteri, to'y turmushi voqeasiniki xarakteri qatorliq nurg'un ta'sirlarga uchrab, ba'zi chekidan oshgan vositalarni qo'llanib, xilma-xil oldin mo'lchardagili bo'lmaydigan oqibatlarni keltirib chiqaradi. Umumiy jihatni aytganda, oqibati asosan 3 xil bo'ladi. Birinchi xili to'y turmushiga chekidan oshgan usul bilan yuzlanish. Xuddi yuqorida tilga ilingan ikki misol. Bu eng ig'ir. Mening bir qiz do'stim bor. Intayin muvaffaqiyat qozongan sudgar. Natijada uning eri qayta taloqqa qarab qoldi. Oldingi yillarda u taloqqa qarab qolgan erini qayta sabr qilib va apu qilib, eriga vaqt bersa, asta o'z qilmishiga pushaymon qilib qaytib keladi deb o'ylab, natijada taloqqa qarab qolgan erini qilchimi ta'sirlantirmadi. Aksicha u texmi haddidan eshib, qilch tap tatmay, ayolning keng qo'rsoqligini ko'zga ilibmi qo'ymadi. Ayolninki eng ansiraydig'ini bo'lsa, bolaninki ta'sirga uchirishi. Shunlashqa u ajrashini tanlamaydi. Faqat erininki bolaning hissiyotiga qarab, amal ba bolaga bir mukammal uy berishni umid qiladi. Lekin uni qattiq umidsizlantirgani shuki, eri buningdan qilch tap tatmay o'zininki hissiyotini o'ylagan. Qattiq azoblangan. Ayoli achchig'ida o'zini o'ltirib etishni tanladi. Elimi yaxshi u baxtga yarasha hayot qoldi. Gerçi hayatı saqlab qilingan bo'lsa-mu, lekin uning hayoti va turmush suhbatida olam shumul o'zgarishlar bo'ldi. Aslida mijozi odatdan tashqari yaxshi, ko'zni qamashtiradigan bu obrazni hamda ko'ngil olmaydi. Hozir u kun bo'yi do'rni o'ziga hamroh qilib, yog'och odamga o'xshab qilib, kishini to'limi echindiratdi. To'y turmushi oila ziddiyatiga mushundoq chekidan oshgan usul bilan muomala qiladigan ayollar oz emas. Ularning orasida mening bu do'stimga o'xshash yuqori safoliq, tarbiya ko'rgan, muvaffaqiyat qozonguchilar oz emas. Lekin ularning qilmishidan shuni bilib olishga bo'ladi-ki, amaliyotda ularningki xarakteridami ba'zi kamchiliklar bor. Ish bo'lmaganda bir ishga yo'liqqanda so'g'uqqan bo'lmaslik, kayfiyat va harakatni kontrol qilish iqtidori kamchil bo'lish, ish qilganda ziyoda oldiraqsonlik qilish qatorliqlar. Ko'pchilik ayonki ayollarningki to'y masalasiga tutgan pozitsiyasi o'xshash bo'lmaydi. Erlar to'y turmushiga kirgandan keyin hissiyotningki markazini asldagi bir odamdan tadrijiy holda ayoldan boshqa bir qancha odamga yo'tkaydi. Masalan, urug' tuqqan do'st birodarlari, xizmatdoshlari yoki boshqa yot jinsdagi sirdoshlarining teniga markazlashtirdi. Ayollar bo'lsa to'y turmushiga kirganda hissiyotning markazini asldagi bir qancha odam, ya'ni ota-ona, urug' tuqqan do'st birodarlar, yaxshi ot-singlardan erdan iborat bir odamga markazlashtirdi. Ayollarningki hissiyot tavaligi barbara yakkilik yuzlandi. Ayollarningki bu xil alaydi psixikalik alaydiligi ularningki to'y turmushiga bo'lgan kuchli beqinishini keltirib chiqargan. To'y turmushida masala ko'rilsa ayollar qabul qilinmaydi. Ba'zi ojiz ayollar hayotidan voz kechishga roziki, sufida o'zgargan to'y turmushi va hissiyotidan voz kechishni hargiz xohlamaydi. Bu ayollarningki to'y turmushi va hissiyotiningki zarbiga uchragandagi eng ig'ir bo'lgan o'zini qo'rlash xarakteridagi 3 elish inkosi. Hamda ikkinchi xili bo'lsa, ro'yi jihatdagi ig'ir zaxmlanishni boshdan kechirgandan keyin tadrijiy holda xomushlik kesiriga taraqqiy qiladi. Bir ayol bir bankining boshqaruvchi xodim bo'lib, to'y turmushi va oila ishlari izchil nisbatan tinish ham muqimkan. O'g'ilningki natijasi a'lo bo'lg'achqa chet elda aspirantlikda o'qib yetibdi.
Uning eri yezdi tug'ilgan bo'lsa-mu, o'zining tirishchanligi orqali qadamma-qadam bir korxonaning yuqori darajalik boshqaruvchisiga aylanibdi. Bu hargiz oson emas. Eri ayoliga oilaga nisbatan yomon emas. Bultur bu xonim yo'ldishininki yo'ldan chiqqanligini, qo'l ostidagilar bilan ko'p yillik oshiq ma'shuqlik munosabatini saqlab qolganligini bayqagan. Uning ustiga idoradagi nurg'un kishilar bu ishni biladi, lekin hech kim bu xonimga tashabbuskorlik bilan yetmaydi. Eng oxirida bu ayol erininki yon telefon o'ndidaridan to'liq dalil isbot topgan. Er yana davomli mutamliq qilishga amalsiz qilib, birma-bir e'tirof qilgan. Erining pozitsiyasi xotinni umidsizlik ichida azroq tasalliga ega qilgan bo'lsa-mu, o cho'qim xatoligini uzil-kesil tuzadiganligini, u ayoldan ayrilganda o'zining kasbiy va oilasini cho'qim yaxshi qadrlaydiganligini bildirdi. Ammo taloqqa qarab kelishga ko'nib qolgan erlardan qanchasi tashabbuskorlik bilan voz kecha oladi? Yarim yildan keyin ayol yana erining ko'zi bilan yilqi ayolning bili turganligiga doir paketlarni bayqab qoldi. Amaliyotda ular izchil aloqasini uzmagan. Eri izchil ayolni oldigan bu qitim ayolim butunlay tugishib ketdi. Aslida u o'z-o'ziga erining xizmat besimi ig'ir, uning keng qo'saq bo'lishi, uni to'g'ri tushunishi va g'amxo'rlik qilishi kerak deb tasalli bergan edi. O'ylamag'an yerdan o'zining jafo mushaqqati badliga erishgani bo'lsa, erining yana bir qitim aldamchilik qilishi bo'ldi. Endi yo'ldishining aslidagi koni usuli bilan uni davomli oldishi mumkin emas. Faqatla mumkin emas. Ayolmi erining yolg'on yovdoq gaplarga endi ishinib ketishi mumkin emas. Shuning bilan eri boshqacha tadbir qo'llanib, ayolning qanday yig'lishiga qaramay, sukut qilib, beshini ichiga tiqib turib oldi. Ayolning yig'isi erining taloq qarab kelishini hal qila olamdi. U asla mumkin emas. Lekin u yig'lamasa, jadal qilmasa, hal qilib bo'lamdi. Ham mumkin emas. Bunda holat yarim yildan ko'proq davomlashgandan keyin xotini bara-bara yig'lamaydigan, jadal qilmaydigan bo'lgan. Ammo 10 necha jang o'riqlab ketgan. Doktorxonaga berib tekshirtgandan keyin ig'ir darajadagi xamushlik kasaliga giribtor bo'lib qolgan. To'y turmushdan yaralangandan keyin xamushlik kasali, tashvishlanish kasali, hatto parchalanish kasaliga giribtor bo'lgan ayollarning soni hargiz oz emas. Aslida nayt sog'lom, nayt uchuq yurib, nayt xushal, to'limi chiroyli, tannoz kelgan nurg'un ayollar to'y turmushi hissiyotining zarbasiga uchraganlikdan, jismoniy va ruhiy jihatdan nayt zo'r o'zgarish bo'lib, kishini echindirdi. To'y turmushining hissiyot masalasi insoniy fazilat, xarakter va qimmat qarshi qatorliq omillar bilan nayt zich munosabatlik. Bundaq masalalarga yo'liqqanda er-xotin o'z xatoligi ustida o'yilnish va fikr almashtirish orqali hal qilishi lozim. Lekin ba'zi kishilar fikr almashtirishni qat'iy xohlamaydi. Hatto paydo bo'lgan masalalardan o'zini qochirdi. Hamda ko'pincha hollarda masalaning paydo qiluvchisi erlar bo'ladi. Erlar ko'p sonda egallaydi. Bu to'y turmushi munosabatini yaxshilash va masalani hal qilishga g'oyat zo'r to'salg'i qo'yib keladi. Bu chaqdagi ziyonlanguchi albatta ayollar bo'ladi. Shuningdek doim intayin passiv o'ringa tushib qoladi. Yaxshilamoqchi bo'lsa qarshi taraf moslashmaydi. Hal qilmoqchi bo'lsa qarshi taraf pisand qilmaydi. Shunda qilib ziyonkashlikka uchrag'uchininki qalbi yenik zaxmlanishdan ig'ir zaxmlanishga taraqqiy qiladi. Odatdagi psixikalik masalalarni taraqqiy qilib ig'ir darajadagi psixikalik to'salg'iga aylandi. 3-xili nachar kayfiyat yuqori ko'tarilsa ajrishiman deb vaqiraydi. Kayfiyat kontrolligini yo'qotish ma'lum bir xil odamningki aloydiligi. Bu xildagi kishilar odatda aldirang'u, achchig'i yomon deb atiladi. Doim kichikgina bir ish bilanla qattiq nafratlandi, g'azablandi. Albatta er ayol hammasida bor. Yaxshi chaqda ular qarshi tarafga haqiqatan yaxshi muomala qiladi, chin ko'ngli bilan qarshi tarafga muomala qiladi. Lekin bir ish yo'liqqan chaqda ular asabiylashib, g'azabdan yerilgudek bo'lib qoladi. Achchiqlanish darajasi o'xshash bo'lmaganlikdan kayfiyat kontrolligini yo'qotsa 3 darajaga ayrilib ketadi. Eng ig'ir bo'lgani ishni yig'ishtirg'ili bo'lmaydigan darajaga yetganda yoki bevosita ajrashidi, oqibati bilan hisoblashmaydi. O'tturdagi bir daraja bo'lsa, qattiq jidallashgan bo'lsa-mu, lekin g'azab nafrat oxirida asta-asta pasaydi. Faqat bu xil qattiq g'azablanish doim yuz berib, er-xotinlik hissiyoti va to'y turmushiga ig'ir ziyon yetkazadi. Eng tuvan daraja hadisli g'azablanish, kichikgina bir ish uchun qarshi taraf bilan jidallashish, psixikalik bardashlik berish iqtidori bir qadar tuvan bo'lsa-mu, ammo nihoyat tezla pasaydi. Biroq to'y turmushiga bo'lgan ziyni ancha zo'r bo'lmaydi. Biroq vaqtning o'tishiga ergishib, keltirgan yomon ta'siri yanada ro'shan bo'ladi.
Psixologiyada bir aynak yuzi effekti ta'limoti deb atalg'u bor. Ko'pchilikning hammasi bilishi mumkin. O'zininki chiroyininki qandoq ekanligini bilish uchun odam cho'qim aynakka qarash lozim. Aynakka qaramasak o'zimizningki chiroyining qandoq ekanligini aniq bilolmaymiz. O'zining kamchiligi yoki psixikasi, mijoz, xarakteri masalasimi o'xshashli bir qoida. Uni cho'qim aynak bilan ko'rish lozim. Lekin o'zidagi kamtuklikka muomala qiladigan aynak turmushdagi aynakdek undaq oddiy emas. Masala bu aynak tayyor bo'lmasa, uni qanday ko'ramiz? Biz boshqalarga muomala qilganda uning kamchiligini nihoyat aniq bayqay olamiz, ko'ra olamiz. Shunga biz uning kamchiligini ko'rsatib beradigan ayniki. Hamda bu qoidani bilgandan keyin ko'pchilik o'zidagi masalani qanday bayqashni bilish lozim. U bo'lsa-mu, boshqalar bo'libmi, biz eng yaqin kishilarningki ko'zi orqali o'zimizdagi nuqsonni izlash. Ayollar erlardagi kamchiliklarni ko'rgan, biroq erlar buni his qilolmaydi. Ham uningga qarab so'zlisimi foydasi bo'lmaydi. Shunlashqa ko'z yeshi bilan ifodalaydi. Bu paragrafning mazmuni ko'pchilikka mundaq ikki nuqtani aytib beradi. Birinchi, ayollar osonlikcha ahmoqona ish qilmasligi, chekidan oshgan ishlarni qilmasligi lozim. Ikkinchisi bo'lsa, erlar cho'qim ayollarningki ko'z yeshiga ahamiyat berish lozim. U yig'ilganda cho'qim buningki yurak sadosini anglishi lozim. Bu to'y turmushini yaxshilash, oilasini boshqarishda intayin muhim. Xo'sh, qadrli tanishlar do'stlar. Bugungi mazmundan balkim nurg'un ayollar, shundaqla nurg'un do'stlar ayollarningki ko'z yesh qilishningki negizlik sababini ilmiy nuqtadan tushungan bo'lishi mumkin. Albatta, er-xotinlik, er-ayollik munosabatida yashayotgan barcha do'stlarimizning oilasiga xotirjamlik tilaymiz. Oilanglarga hech qanday rizo, arazlik aralashib qolmasin. Er-ayollik munosabatinglar shunchalik sog'lom taraqqiy qilsin deb o'ylaymiz. Lekin turmush besimi va xizmat aldirashchiligi shundaqla jamiyatning uzluksiz taraqqiy qilishiga ergishib, turli tuman aloqa detallari, turli tuman uchurlar bizningki tabiatimizdagi yomonliklarni, inson tabiatidagi nachar taraflarni qo'zg'atishga har vaqt tayyor turayotgan bu davrda to'y turmushimizni xotirjam, izchil, inoq ep berish, davomlashtirish oson emas. Shuning uchun ayollarning bir-birini tushunishi nihoyat muhim. Hamda erlar to'y qilgandan keyin turmushi izg'i tushib, tafovati yaxshilanib, yanchug'i bo'lgan siri to'mlashgan ahvol ostida ko'pincha erlar o'zininki mushu nafsini qo'g'lashib asalla yo'ldan chiqadigan ahvollar jamiyatimizda bo'lgan sira avjib qoldi. Hamda bu bizning jamiyatimizda yuz beradigan masala emas. Bu So'ngjoyi apandininki bugungi maqolasida aytilgan mazmunlar, deyilgan turli tuman fikrlar mushu butun yer sharidagi qandaqli qita bo'lsin, qaysi bir davlat bo'lsin, qaysi bir millat bo'lsin, odamniki bo'lsa mana shundaq bir xil psixikalik ro'y holat paydo bo'lganligi aniq. Bo'libmi hozirgi davrning o'zida ayollarningki bir-birisiga umr bo'yi sodiq bo'lishi bu oson ish emas. Chunki qaymoqtirishlar ko'p. Odamningki qalbidagi yomon niyatni qo'zg'atadigan turli tuman yomon uchurlar ayt ko'payib ketdi. Shu sababli biz o'z oilamizni izchil, xotirjam, inoq holatda davomlashtirishda bir qism to'salg'uga uchrashimiz mumkin. Mushu masalalarni ko'zda tutib biz do'stlarimizningki ayollar bir-birini yaxshi tushgansin, bir-birininki xarakterlarini, bir-birininki yot jinsliklarga bo'lgan ko'z qarashini obdan tushgansin deb mana shunday yaxshi bir kitobni do'stlarninki ko'ngil aromiga kuniga bir sondan sunib turibdimiz. Bo'ldi undaq bo'lsa, atki sarxil mazmunlarda sirdoshqicha omon eson bo'linglar. Xayr.